Assalomu alaykum, Dang'ara Zapchas bozor obunachilari, akalar. Mana MT-80 76 chiloklarimiz. Palovslar komplet 5 million ekan bahosi, kami bor. 4 million 700 mingdan qilib berilaverar ekan. Telefon nomerlarini aloqaga chiqarasizlar, qo'yib qo'yaman ekranning ustiga, o'zlaring gaplashib. Mana undan tashqari redaktor, pedaktor, nima desam bor, ventilyator deysizlarmi? Mana yangi quyoshlar bor ekan. Mana o'zimizda Haylaxon qo'yib ekan joylari. Aloqaga chiqarasizlar, mana nima desam bor, zvizdochka deysizlarmi, zanjirlar deysizlarmi? Mana kimga nima kerak bo'lsa, ko'rib nima qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana zanjirlar, mana nimasini borda, odamni jonidan boshqa hamma narsa topiladi. Redaktorda turidan bor. Xitoy, rossiyskiy, germanskiy, Hindistondagi qo'yaverasizlar mana. Palovslar. Undan tashqari bu tomonda ham nimalari bor. Mana motor, har xil narsalar. Uni svirlenni stanovlar nechi pul? Haylaxon. Kattasi mana 2,5 million so'm ekan, kichkinasi 1,5 million. Ozgina kami bor. Yo'lda qilib beraveradi. Troslar. Iskani kattalar. Xohlagan turdagi silkani narsalar topiladi. Aloqaga chiqib, gaplashib so'rab olaverasizlar. Sog' bo'lasizlar akalar. Shuni zapchaslar kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Like, podpiska, bittadan bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar.